Assalomu alaykum. Hozirda biz turgan maydon Buxoro viloyat Peshku tuman Sadr mevqeida, mevqening 517-sonli kontur raqamida issiqxonalar joylashgan manzilda turibmiz. Ushbu issiqxonalar joylashgan manzil Xalq banki Peshku bank xizmatlari markazi tomonidan bir kontur bir mahsulot tamoyili asosida ushbu issiqxonalarda pomidor yetishtirish amalga oshirilmoqda. Ushbu 7 gektar maydonda jami 22 ta dehqon xo'jalik mavjud bo'lib, ushbu dehqon xo'jaliklarda har birining o'rtacha 35 sotiqdan issiqxonasi mavjud. Ushbu issiqxonada pomidor mahsulotlari yetishtirilmoqda. Ushbu yetishtirilgan mahsulotlar shartnoma asosida lider tadbirkor Sharif Otabek Shomurodovich MCHga mahsulotlar yetkaziladi. Hozirgi kunda mahsulot yetishtirish bo'yicha zaruriy agrotexnika tadbirlari amalga oshirilmoqda. Ushbu agrotexnika tadbirlari pomidor mahsulotlariga kerak bo'ladigan mineral o'g'itlar bilan oziqlantirilmoqda. Ushbu yetishtirilgan mahsulotlar hosillari hammasi biriktirilgan. Mana shu yetishtiriladigan mahsulotlarni sotib oluvchi lider tadbirkorimiz Sharif Otabek Shomurodovich MCHga sotilishi ta'minlanadi.